Bu universitet, bu esa institut. Farqi nimada? Universitet bu yo'nalishlar va fakultetlar tanlovi keng bo'lgan, ko'p tarmoqli oliy ta'lim muassasasidir. Institut bu odatda aniq bir bilim sohasi yoki kasbga ixtisoslashgan tor doiradagi oliy ta'lim muassasasidir. Bu astronavt, bu esa kosmonavt. Farqi nimada? Astronavt bu koinotga parvoz qiluvchi insonning umumiy xalqaro nomlanishi. Bu atama ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb mamlakatlarida qo'llaniladi. Kosmonavt esa koinot parvozi ishtirokchilari uchun an'anaviy ravishda Sovet Ittifoqi va postsovet hududidagi mamlakatlarda ishlatiladigan nomlanishdir. Bu robot, bu esa android. Farqi nimada? Robot harakatlarni avtomatik ravishda yoki berilgan dastur bo'yicha bajarishga qodir bo'lgan har qanday mashinadir. Android esa tashqi ko'rinishi yoki xulq-atvori jihatdan ataylab insonga o'xshatib yaratilgan robotdir. Bu immigratsiya, bu esa immigratsiya. Farqi nimada? Immigratsiya bu insonning boshqa davlatda yashash uchun o'z mamlakatidan chiqib ketishi. Immigratsiya esa insonning doimiy yashashi uchun boshqa mamlakatga kirib kelishidir.